Россия опасна, ОМОН, община, ФМС, все обижают, мигрантов обижают. Есть такое? Есть. Иногда бывает, да. Inaqda emas, Fsegda mana shu holat uchrab kelmoqda. Rossiya politsiya xodimlari mehnat muhojirlarga nisbatan o'tkazilgan reyd tadbiri chog'ida har doim mehnat muhojirlarini, ya'ni migrantlarni odam o'rnida ko'rishmagan. Kerak bo'lsa urushgan, so'kishgan, kamsitishgan, hattoki Adelinaga borib, pulini olib, ba'zi bir joylarga qo'l qo'ydirgan vaqt ham bo'lgan. Buni butun Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari juda yaxshi biladi. Belorussiya prezidenti Lukashenko Belorussiyaga borib 1000-2000 topmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolarni mana bu gaplar bilan ogohlantirdi. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. Sankt-Peterburg va Moskvadagilar INN, SNEL, Трудовой договор, patent, registratsiya, reyestrdan chiqarish xizmatlari kerakmi? Unday bo'lsa mana bu raqamlarga murojaat qiling. Mana shu bolalar sizlarga barcha hujjatlaringizga yordam berishadi. Qilichbekdan oldim deyish esdan chiqmasin. Demak, barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek. Katta tanaffusdan keyin ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kerakli bo'lgan mavzularni va videoroliklarni sizlarga bugungi videoda taqdim etaman. Siz oson bitta ish. Videoga like bosib qo'ying va bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu paddeshkangizda o'zi bizga yetadi. Demak, iltimoslar bajardingizmi? Sizga kattakon rahmat. Biz mavzuga o'tamiz. Rossiyada stroykada ishlayotgan bir akamizni intervyusini ko'rdim. Siz ham bitta ko'ring-da. Bu insonda gapi qanchalik, ya'ni haqiqatga to'g'ri keladi. Marhamat, eshitamiz. Россия опасна, ОМОН, община, ФМС, все обижают, мигрантов обижают. Есть такое? Есть. Иногда бывает, да. Прямо обижают. Ну, где мы живем, на это Бибрево, Да. метро Бибрево, да, или Шева. Где-то 3-4 месяца назад 2 раза зашли и били, короче. Били даже? Ой, даже документы, все нормально. Сначала били, потом проверяли 2 раза. Где-то месяца 3 или 2 раза. А кто это делал? Ну, ОМОН, ОМОН, да? Вот как быть так? не знаю, ну, тоже не знаю. Ладно, брат. Все, успехов вам. Давай. Все нормально будет. Endi bu akamiz ham o'zini ozgina strixovkasini olib aytganda, inaqda emas, aslida 2024, 25, 26 yilda Fsegda bo'lib kelyapti. Rossiya organ xodimlari, xoh politsiya yoki OMON yoki Facebook bo'lsin, migrantlarga nisbatan o'tkazilgan reyd tadbiri chog'ida shunchaki yuring bu yoqqa Adelinaga boramiz, dokumentingizni tekshiramiz deb olib ketmayapti. Avtobusga kerak bo'lsa, ko'ryapmiz videoroliklarda urib, so'kib, xuddi katta bir jinoyatchini ushlaganday kerak bo'lsa bir-birini boshiga qo'lini qo'ydirib olib chiqib ketayotgan videoroliklarda ham ko'rganmiz. Bu narsani butun Rossiyadagilar biladi. Qachonki avvalgi holatga qaytishi mumkin, mehnat muhojirlar avvalgidek Rossiyada hurmati bo'ladi. Qachonki mana shu Ukraina va Rossiyani urushi tugasa, ana undan keyin o'ziga keladi. Yaqinda yana bitta katta yangilik bo'ldi. Belorussiya prezidenti Lukashenko O'zbekiston fuqarolarini Belorussiyaga ishga chaqirdi. Ya'ni ko'plab O'zbekiston fuqarolari samolyotda uchib bordi, lekin ular ya'ni norozi bo'ldi. Nimaga? Kam ish haqqi to'lanyapti deb. Lekin Lukashenko aynan mana shu $1000-2000 topishni niyat qilib Belorussiyaga bormoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga mana bunday norozichiligiga javob qaytardi. Bitta eshiting. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. O'zbeklarga ko'p pul kerak bo'lsa, Rossiyaga borishsin. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarusda ko'proq pul topishni istagan o'zbekistonliklarga Rossiyada ishlashni tavsiya qildi. Uning aytishicha, Rossiyada neft konlari va boshqa sohalarda ishlash orqali yuqori maosh olish mumkin. Belarusga kelayotgan o'zbekistonliklar esa asosan go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlaydi. Lukashenkoga ko'ra ishlab chiqarish hajmi va mehnat unumdorligi oshgan sari ish haqi ham ko'payadi. Bu bayonot Andijondan Belarusga ishlash uchun borgan ayrim o'zbekistonliklar maosh kamligi va mehnat sharoitidan norozi bo'lgani Demak, ortidan yangradi. Lukashenkoning qisqacha gapini eshitdilaringiz. Ya'ni o'zbekistonlik fuqarolarga aytmoqchiki, agar 2000 yoki $1,500 pul topmoqchi bo'lsang, bemalol Rossiyaga boraver. Lekin men niyatim shuki, Belorussiyaga O'zbekiston fuqarolarini chaqirib, sut mahsulotlarini va boshqa mahsulotlarni shu yerda do'stona ishlab chiqarib, men O'zbekistonga eksport qilmoqchiman. Men mana shu yo'l orqali, ya'ni O'zbekistonlik ishchilarni o'zimga chaqiryapman demoqchi. Ya'ni xursand bo'lishni keragi yo'q ekan. Shuning uchun kim qayoqqa ishga borishlikda menimcha endi bildi. Ya'ni har yerda qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi.
Demak, hurmatli obunachilar, sizlarga yetkazadigan bugungi qisqacha videorolikimiz shulardan iborat edi. Keyingi videorolik bundan da dahshat bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.